Efendim, tünögün sizni avar qıp koydum. Qandaq boldy balam? Xeyriyat doktorxanasıga bardыңmı? Badım, lekin o meni abam emasken. Şundaqmı? Avar bopsanda. O bugün etigen ölüp ketdi. Rost. Öldü? Şundaqmı? Onun apaң bopqanmygyny yaxşı bopdu balam. Efendim, men yenil balamның işini sürüştürgül kelgen. Moma, ayada saqlap turuň. Növbet kelgende sizni özüm çaqırmy, Boludu. Men müşet saqlap turay. Onun maşynyň bilen 5-nji qetim kelişi. Oğlany izdeýdiken. Onu tepişki bizning nima amalymyz bar diýse. Fakat muşundaq tizimlikni waraqlap qoýmyz şu. Undaqda abamның adresi şu. Onun ismi näme ta? Anna Roshi. Toğra, Anna Roshi. Birdem saqlap tur, Bir 20 yıl burun Argentinaga kelgen. Anna Roshi 38 yaş, İtalyanyň Gnaya şäherinde. Del şu. Toğra, bir 20 yıl ilgiri kepdiken, lekin hazır nädligini bilmeýmiz. Bilmeýmiz. Hizmetkileriniň hatyrysyny izlep bakaýly. Onundan täpsili ahwalyny bilgili boludy. Onuň üçin bir netçi gün gerek. Bilmesаңla, emsi bana hizmet dep berelemsiz efendim. Hizmet? Apam çokum burankaga ketdi. Ýek beriş üçin pul gerek. Hizmet diýsäň, bizning bu ýerde diýhançylyk meýdany we tömür ýolga köplep işçi gerek. Birak sen kiçik bala ekensen emasmy? Yardam kılsanız pulum kalmadı. Tünögün pulumnu oğrayıp gitti. Bunu biz başkuramayız. Bu digen sakçı dairəsinin kılıdığan işi balam. Anladın mı? Undaq boz xalpini efendim bilemsiz. Yağaç Qoncaq teatr ümigide Merli efendim olsun boludu. Şıkılıp birisini tapsam bolatdı. Bildim balam, bildim. Lekin bunç köp adamni derhal tepiş təs. Əhət kep bakkın. Şundaq kığın. Əhətə? Belkim ulardan biraz tepilip qala. Moma, bu yaxı gelin. Əhətdik mən qandaq qılıma. Hətta meni uxlaydıgan yerimi bolmasa. Borkağa basan birisi sana yardım kılışı mümkün. Borka? Uyaq basam bir xəbər alışı mümkün. Moma, nemişti? Yana bir qatım sözləp berin. Əslində mundaq işdi. Yana şu Borkağa ber bakay. Kim? Ben tünögün Ginayadan geldim. Apamni izleyittim. Lekin apamni sürüştürüp tapqıça pulumni oğrayılıp aldı. Şoňa men bu ýerde azrak işleý digendim. Köşmeler idaresinde benim şey bar dedi. Hey, bu ýak keliňe. Bu bal nime däwatydy? Mana. Bunuki ben zady bilenmedim. Sen İtaliýilikmi? Borkada Ginayalıklar köp dep aňlap müşek gelişim. Unda hoş sen hata kep kapsan. Birak bizim bu ýerde İtaliýilikler ýok. Sertifikatni köýmediňmi? Biýe İspaniýa tamakhanysy. İtaliýaliklerni tonymaýmyz. İşin bolmasa kessem bolady. Bu
Xato emas. Ishga ginoya oshxonasi deb yozilibdi. Ginoyaliklar. Yaxshi. Shundaqmi? bo'ldi. Bak qiziq gap qiladi ekansan. O, qaranglar, bu maymun ajab o'maqkan, a? Hey, onu setvasan qandaq. Ginoya qaysan xatir bo'lib qolsin. Ginoyada bundaq maymunu tapqili bo'lmaydi, ha? Efendiler. So'rab baqay, hammanglar ginoyalikmi? Shundaq. Hammamiz ginoyalik bo'lamiz, qandaq. O'zing nereden kelding? Men Hey. tunogin ginoyadan keldim, rost. Tunugin ginoyadan paraxod keldimi? Yo'q, Mario'dan Naplosni paraxodga olmishib keldim. Heliqi bo'ronda qolgan paraxod shunmi? Dal shu paraxod. Tasi kelishibdiq. Men shu paraxodga o'ltirib, o'gillikka Napolisga boraman. Ondan Ginoyaga qaytaman. Sening xeli ta'ling bor ekanjimi? Uchimizning ichida merli yepishvonmig'ini faqat sallikansan, ha? Qandaq? Shundaqmi qeri? Senin ko'nglingni tushangili bo'ladi. Lekin uning hammasini Merli apandidan ko'rishga bo'lmaydi. U xil yomon emas odamdi. Nurg'un kishilar tek uning yordamiga erishgan. Uning Brankaga qochib ketishning hojati yo'q edi. U yana qaytib gullanadi. O'g'il shundaq de, lekin u bak qo'rqinjoqkan emasmi, ha? Qandaq dedi? Sizga Merli apandim, Los Anjelesga Merli apandimmi, ha? Nima, sen uni tanimding? Men uni izlaydim. U mening tuqqanim. Uni topsam, opamning nerede ishlayotganligini topa olaydim. Rost. Opang? Uning Uning ismi Anna Roshi. Qaysinglar uni taniysizlar, ha? Tanımaydı ekanmiz. U 20 yil burun Laos Arts ko'chasidagi bir boyning uyida ishlaydi. shundoq. Shokichik bo'sh etma. Garchi Buenos Aires cho'ng shahar bo'lsin, lekin italiyaliklar o'zaro yordam qilishadi. Amal tepilib qola, ha? Ay bova, ular tuqqan bo'lgandan keyin annami Brankaga ketdimikin, ha? Agar u yer ketgan bo'lsa tepish qiyin. Ot orasida 20 kun mangdiganga. 20 kun? Sening boshqa tuqqanlaring bormi? Ha? Bir oy burun kelgan Xilpino yog'och qo'chaq umugdiklarini ko'rdinglarmi? Ha? Ko'rdinglarmi? Sen bilemsen. Yo'q. Ey, to'xtanglar. Heliqi 3 qizi bor yog'och qo'chaq teatri umugidagi heliqi g'alati burut qo'yib olgan erkishmi? Dal shu. Hey, sen degan o odam mush atrofdimi? Pristondagi qavoxonada ko'rgandim. O chaqda u Buenos Airesga kelgandan keyin o'z kuchimizga tayanishimiz kerak deb vaqirab juratdi. Uzun o'tmay ularning teatr o'migi kishilarning olqishiga erishib ketdi. Bu shahardagi qo'chaq teatr qo'yilib bo'lgan joy nerede? Ha? Belki Rabars ko'chasidagi bozor tarafda o deyman. Qandoq bo'ladi? Sen Laos Arts ko'chasini bilamsan? Shu yerdan yana bir yo'lni kesib o'tsang bo'ladi. Merlining uyiga yaqinroq. Keyin sizlarni yana avar qilishi mumkin. Rahmat sizlarga. Sizdan bir ishni so'ray degandim. Nima olay deysa? Shokichik. Sizdan bir ishni so'ray. Yog'och qo'chaq umugdiklarini ko'rdingizmi? Ha? Bu yerga har xil odamlar kelib turdi. Qandaq maymisini tunib ketay, nima olay deysiz, xonim? Çapan satime çapan. Özü ezan. Hem kişi çapan satime ezan. Men İtaliyadan kelgan yog'och qo'chaq teatri umugdiklarini izlaydim. Siz ularni ko'rdingizmi? Siz nima ish qilyapsiz? Bu mana Bilemsen, men hech narsani ko'rolmaydigan odam. Ular qandaq naqsh etadi, ha? taradeta. Anlagan. Ağlıgan? Nerede ağlıgan? Kaçan? Kıyada ağlıgan?
Ular doim bir joyda turmaydi. Biroq oldimizdagi maydonda saqlasang, hamon bir kun uchiritsa. Rahmat sizga. Bolalar, sizlar Xopini yog'och qo'chog'ini nimaligini bilamsizlar, a? Sen mening muhabbat otimni ulg'aytding. U menga to'zmas gul bo'lib echiladi, deb naqsh aytadigan. Bilamsizlar? Tarateta, tarateta. Hey? Ular davomliq o'yin qo'yg'ili keladi. Bo'libmi yakshanba kuni. Yakshanba kuni? Ana, au ko'chada har xil o'yinlarni qo'ydi, lekin men toza diqqat qilmabdi ekanman. Rahmat sizga. Qush. Qushlarning ovozini olmag'ili uzun bo'pti-kan, Amidiyo. Erib ketdim. Mushiyat saqlasak fiolinalarni topalaymiz. Pek erib ketdim, Amidiyo. Oqshom bir kech uxladim emasmi? Voy. Fiolina! Bugun savdo xeli yomon emas. Herhalde buludu. Qara amaymunni. Ah maymunga. Uni tutib satsak nurg'un pulga yaraydi. To'xtab tur, hemen tutib kelay. Chapsan bo'l. Qochib qo'yma, ha? Hey!
musun? Kele emdi kaç bakağını. Kaç. Bayka değil mi? Abla. Ay, abla. Maymunla qara. Abla kaçıp gitti. Ey kaçırı tutaq emas mı? Her qaysi cho'ng kichik hadisinglar kufkular. Sizlar hozir bir maydon muhabbat tragediyasini ko'rsizlar. Bu qandaq sho'p ketdi? Dada, Marco Amidiyalak yaptı. Amidio, jinoyatchilik maymun-ku. Amidiya, rostla Amidiya ekan. Ko'pchilik kechiringlar, biroz tahir qilib turinglar. Amidiya etqina Marco qayada? Ha? Marco Roshi'nin xipin u yaqashqunchaq umid bilan uchrashganligi uchun. Qani amsa. Ko'trayli. Yurtimizning bezlik taomlari nima degan tamlik, bu yerning ko'ktatlari azan ham yeyishlik. Burun men italiyliklardan yiroqroq turish uchun borkaga kelmagan. Bu mening hayotimdagi bir xatolik. Italiyaliklar yanala bir-biriga tanish kerak. Shunday emasmi? Shundoq. Bugundan boshlab musha atrofda turamiz. Marco, endi yaxshi bo'ldi. Amidio bilan ishkinlarni umigimiz qizg'in qarshi oladi. Shunda qizg'in qarshi oladi. Amidioli bo'ladi ekan. Bizning umigimiz cho'qim Argentinada dang chiqaradi. Ko'chaga chiqsak kishilar ixtiyorsiz to'xtashib, hamma uylarning derazalari ichilib bizga qarashidi. Bu kishilarning ichida cho'qim seningmi opang bor. Opang tapalaydiganimizga cho'qim ishonaman. Seningchi shundaqmi, Marco? Shundaqmi? Rahmat sizga Xapino efendim. Lekin men Dada, Marco'ning opisi Borankaga ketgan o'xshaydi. Shunga u shu yerga bormasa bo'lmaydi. Rostli bo'lmaydi. Boranka? Ishqisi yo'q. Agar Marco bilan Amidioning beri zarur bo'lsa, nima deydim? Billa bo'lamizda, albatta. Hozir hammamiz bir oila kishilardek bo'lib qoldik. Shundaq emasmi, Marco? rahmat sizga Xapino efendim. Rahmat dada. Dadamni bugun xushallik bilan ma'qul bo'ladi deb o'ylabmi baxmabdi ekanman. Buning rahmat yetkadaq nemisi bor, Birisning qiyinchiligi bo'lsa, boshqalar yordam berish kerak-da. Sendan so'rab baqay, Marco. Boranka, Buenos Airesning qaysi tarafida ekan? Anglashimcha, janubdagi bir kichik shahar ekan. Kichik shahar? Ya'ni tegi janubda ekan. 20 kun jiroqlikda ekan, rost. Har birlik mangsi 20 kun ketadigan
turgan bolsa, ancha jirak emasken-go. Siz bunda qalayımqan şəhərdən zerikdim. Yeziği basaq bolatdı degəndiniz-go. Bu bir yaxşı fürsətken-go. Sen to'xta, konjito. Biz bari bir iradi kep bolduq. Əgər siz bamısınız, özümüz bereyverimiz. Amidiyonu elip barımız. Ablast. Dada, ötünüp kolaylı. Qanda qilish kerak. Bo'pti, ish bu yerga yetgan bo'lsa, bu nima? Buranka! Buranka qarab yurish qilaylik. Rahmat sizga, Xapino efendim. Rahmat sizga, Konjito. Rahmat sizga, Fiolina. Xapino yog'och qochoq umiga Marko bilan Burankaga bormoqchi bo'ldi. O'yin qo'yg'ash safar qilish va dam olishga ot aruvsi kerak edi. Xapino zo'r kuch sarf qilib, aran deganda bir ko'nrab ketgan ot aruvsi topdi. Bu aruvga ko'pchilikning remont qilishi bilan xeli iskat kirib qoldi. Demak, bir ko'shmi sahna borliqqa keldi. Shuning bilan ularning ko'ngillik o'yin qo'yish safari boshlandi. Keyingi qitimda olqishga erishgan Xapino teatr umiga degan qismini ko'ringlar.